Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar, musiqa darsi ixlosmandlari. Siz bilan bugun biz tambur cholg'usi haqida biroz gaplashib o'tamiz, uning tarixiy ma'lumotlari va bu cholg'u haqida batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Uning tuzilishi, uning demak asrlar osha rivojlanish tarixiga nazar tashlab o'tamiz. Va keyinchalik bu cholg'uda mashqlar, kichik kuylarni chalishga ham harakat qilib o'tamiz. Avvalambor tambur bu cholg'u o'zbek xalqining asosiy cholg'ularidan biri bo'lib, demak o'zbek xalqining cholg'ularini shohi deb hisoblangan. Tambur cholg'usining ma'nosi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, tanbur ya'ni yurakni tirnovchi, ya'ni yurakka xush kayfiyat bag'ishlovchi, orom bag'ishlovchi degan ma'noni bildiradi. Tambur asrlar osha ota-bobolarimizdan bizlarga meros bo'lib kelayotganligi ulug' mutafakkir olimlarimiz qoldirgan asarlarda namoyon bo'lgan. Ya'ni demak tambur cholg'usi eramizdan avvalgi birinchi asrlardanoq qo'llanib kelingan. Abu Nasr al-Farobiyning musiqa haqida katta kitob asarida tambur haqida juda ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Tambur cholg'usi hozirgi kungacha kelib rivojlangan ko'rinishiga yetib kelgan. Aslida qadimgi ko'rinishida demak tambur cholg'usi birinchi o'rindagi ma'lumotlarimiz torlari ipakdan bo'lgan. Ipakdan bo'lgan. Hozirgi torlar esa mis simlardan tashkil topgan. Demak, musiqashunos olimlarning izlanishlari tufayli o'sha 16-17 asrgacha tamburni cholg'usining torlari ipakdan bo'lib va undan keyin sekinlik bilan simlar ko'rinishiga kelgan. Ya'ni bu cholg'uning ovozini yanada balandroq ko'pchilikka demak manzur bo'lganligi tufayli hamma odamga ovozi yetib borishligi uchun qo'llanilgan ushbu torlar, ya'ni sim ko'rinishidagi torlar. Bu ko'rinish tambur cholg'uvchilari uchun qulay cholg'u ko'rinishiga yetib kelgan. Demak, tamburning dastasi uzun bo'ladi, qalinroq bo'ladi, lekin unaqa yupqa ham bo'lmaydi. Qalinroq bo'ladi, dutorni dastasiga nisbatan qalinroq va pardalari mana shunaqa ko'rinishda bo'ladiki, bog'lama ko'rinishida bo'ladi va oralariga xas pardalar yopishtirilgan. Bu qo'shimcha pardalar. Xas parda degani bu cho'p, xas degani bu cho'p, cho'p parda. O'shani umumiy qilib xas parda deb nomlanilgan. Ko'rinishida sadaflari ham mavjud, mana chiroyli ko'rinishli uchun. Demak, kosaxonasi noksimon bo'ladi va yupqa yog'och qopqoq ko'rinishida yopilgan bo'ladi va ilgaklari mavjud va xarrak. Hozirgi ko'rinishidagi tamburlarimizda 4 ta sim mavjud. Aslida qadimda 5 ta 6 ta simlar bo'lgan. Hozirgi ko'rinishda 4 ta simlar qolgan. Bu cholg'uvchilarimiz shu 4 ta simni tanlaganliklari bu qulayligi uchun 4 ta simda ijro qilishadi. Demak, tepa qismida mana shu yerda xarrak deyiladi, mana kichkinagina xarrakcha, bu yoqdagi xarragi asosiy xarrak. Demak, va quloqlari mavjud. Quloqlari 4 ta simi bo'lgandan keyin demak 4 ta quloqlari mavjud. Tamburning oktavasi 2,5 oktava bo'ladi. Bu diapazoni shu 2,5 oktava uzoqligida bo'ladi. Demak, tambur cholg'usining materiali bu tut daraxtidan bo'lgan bo'ladi. Asosan uning markaziy qismi, ya'ni kosasi, qopqog'i, ya'ni aynan xarraklari ham tut daraxtidan yasaladi, chunki o'sha ovozni yoqimli, yumshoq bo'lib chiqishligi uchun demak tut daraxti tanlab olingan. Ba'zi hollarda yong'oq daraxtidan ham qo'llaniladi. Asosan dastalari uchun yong'oq daraxti tanlab olinadi. Quloqlariga ham demak o'sha yong'oq daraxti ishlatiladi. Asosan lekin kosaxonasi yoki qopqog'i tut daraxtidan ishlatiladi. Bu ovozini o'sha yoqimli chiqishligi uchun xizmat qiladi. Ulug' ustozlarimiz juda ko'p asarlar ijro etib, yaxshi ijodlar qilib o'tishgan. Ulardan Rizqi Rajabiy, Jo'rabek Saidaliyev, Qayim Shomurodov, Asadqori Lutfullayev, Orif Qosimov, Mahmud Yunusov va boshqa ustozlarimiz ijod qilib o'tishgan. Lekin aynan tambur cholg'usini o'sha postanovkasi deymizmi, chalish uslubi, ijro qilish uslubini oxirgi tamal toshini qo'ygan ustozlarimizdan
ya'ni hamma tambur cholg'uvchilari uchun yaxshi bir postanovka qoldirib ketgan ustozlarimizdan marhum ustozimiz O'zbekiston xalq artisti professor Turg'un Alimatovni nomlarini zikr etmasdan bo'lmaydi. Turg'un Alimatov tambur cholg'usida o'zbek musiqa ijrochiligida klassik asarlar, folklor asarlar va shashmoqam asarlarini juda maromiga yetkazib ijro qilib, yosh avlodga meros qilib qoldirib ketganlar. Chet ellarda ham katta konsertlar berib, tambur cholg'usini nomini dunyoga taralishida xizmat qildilar. Demak, tambur cholg'usi haqida bir muncha to'xtalib o'tdik. Endi tambur cholg'usidagi qo'llaniladigan zarblar va o'sha barmoq harakatlari, barmoq joylashuvlari asosiy masala haqida to'xtalib o'tishimiz mumkin. Demak, tambur cholg'usida cholg'uvchi o'tirgan holatda ijro etadi. Tambur cholg'usini tik turgan holatda ham ijro etish mumkin. Uni o'zini joylari mavjud. Lekin asosan tambur cholg'usi o'tirgan holatda, mana chap qo'limiz mana shunaqa holatda bo'ladi. Barmoqlarimiz demak, simlarni qattiq ezmagan holat. Ya'ni rubob cholg'uvchisiga qaraganda tambur cholg'uvchining barmoqlari tamburni sozlarini ezmagan holatda joylashadi. Demak, o'tirgan holatimizda tamburning kosaxonasi mana shu oyoqqa qo'yiladi. Mana demak, qopqoq tarafi demak tomoshabinga qarab turish kerak. Hech qachon qopqoq tarafni tepaga qarab qolish kerak emas. Ba'zi bir tambur cholg'usini yaxshi ko'rib o'rganaman deydigan o'quvchilarimiz bor, talabalarimiz ham bor. Ularda uchrab turadigan bir xatoliklardan biri, demak, tamburni ushlash noto'g'ri holatga qarab ketib qolishidadir. Ya'ni, demak, tambur cholg'usining qopqog'i tomoshabinga qarab turish kerak. Mana shu holatda bo'lish kerak va barmoqlarimiz yotgan holatda simlarni bosish kerak bo'ladi. Kosaxonasi oyog'imizga joylashadi. Bu 3 ta barmog'imiz, demak, mana cholg'uvchining sozni chaladigan 4 ta barmog'i bo'ladi. Asli 5 ta barmog'imiz bo'lsa, demak 4 ta barmog'imiz harakatda bo'ladi. Demak, o'ng barmoqlarimizga keladigan bo'lsak, o'ng barmoqlarimizdan 3 ta barmog'imiz tamburning qopqog'ini chetiga joylashadi va o'sha joydan siljimaydi. Siljib ketadigan bo'lsa, ijroga ta'siri bo'ladi va ijro sifatsiz holatda tomoshabinga eshitilishi mumkin. Shuning uchun, demak, cholg'uvchi tamburni shu holatda ushlaydi, dastasini hech qachon o'ynatmasdan, pastga tushirib yubormasdan va tepaga juda ko'tarib yubormasdan, o'rta holatda, shu holatda tutib va barmoqlarini yumshoq holatda simga joylashtirib, mana shunaqa holatda, mana demak, hali barmoq joylashuvlariga hali to'xtalib o'tamiz. Demak, o'ng barmoq haqida gaplashyapmiz hozir. O'ng barmog'imizni 3 ta barmog'i tamburning qopqog'iga joylashdi, demak, va bitta barmog'imiz ortib qoldi va u barmog'imizga biz noxun taqib qo'yamiz. Bu tamburni chertuvchi detallardan biri. Misol uchun, rubobni mediatorda chalinadi yoki udni ham mediatorda chalinadigan bo'lsa, tambur cholg'usida mediator mavjud emas, u noxun deyiladi uning nomi. Noxun metaldan yasalgan bo'ladi. Bu qo'l xizmatida yasalgan va uni o'sha barmog'imizga taqib qo'yamiz mana shunaqa holatda. Aslo buni teskari taqish kerak emas, chunki teskari taqilganda ijro qilib bo'lmaydi. Ba'zi bir o'quvchilarimiz teskari taqib chala olmay yurganligini ko'rganda biz ularga maslahat bergan paytlarimiz bo'lgan va mana shuni ko'rib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Mana barmoqda taqilgan holati va demak 3 ta barmog'imiz tamburni qopqog'iga joylashdi va o'sha joydan qimirlamaydi. Endi barmog'imizda noxun mavjud, qo'limiz, o'ng qo'limiz tambur qopqog'i yonida, ya'ni kosa markaz, ya'ni kosa territoriyasida mana shunaqa qilib joylashadi. Buni ko'rib olishlaringiz kerak. Xo'p, ikkinchi masalamiz chap qo'limizda. Chap qo'limizning barmoqlar joylashuvi yuqorida aytganimiz kabi simlarni ohista bosgan holatda joylashish kerak. Agar u barmoqlarimiz qattiq bosib oladigan bo'lsa, simlar eziladi va ya'ni tamburning simi yumshoq bo'ladi. Qattiq bosib oladigan bo'lsak, u falsh tovush kelib chiqishi mumkin bo'ladi tamburdan. O'shaning uchun barmoqlarimiz yumshoq holatda, yotgan holatda, mana yotgan, hech qachon tikka turgan holatda rubob cholg'usini chalgandagi kabi
barmoqlar tikka holatda chalinmaydi, yotgan holatda harakatlanish kerak bo'ladi tambur cholg'usida barmoqlarimiz. Tambur cholg'usining sozlanishi haqida gapiradigan bo'lsak, demak yuqorida aytib o'tganimiz kabi 4 ta sim mavjud tamburda. Birinchi simimiz sol tovushiga sozlanadi. Ikkinchi simimiz ham sol tovushiga sozlanadi. Uchinchi simimiz re tovushiga sozlanadi va to'rtinchi simimiz ham sol tovushiga sozlanadi. Lekin tambur cholg'usida 2 xil, 3 xil, 4 xil, bor yana 5 xil sozlanishlar mavjud. Bu sozlanishlar kuylarning rivojlanishi, kuylarning lat, tovush qatorlariga qarab sozlanadi. Chunki tambur cholg'usi qadimdan demak har qanday asarlar, aynan shashmaqom asarlarni ham ijro qilish mumkin bo'lgan cholg'u hisoblanganligi nima uchun bu narsa bo'lgan sababi tambur cholg'usini pardalarini o'zgartirish mumkin. Shuning uchun har qanday asarga uni moslashtirish mumkin bo'lgan cholg'u hisoblanadi. Ya'ni pardalarni surish mumkin. Demak mana buni keyingi darslarimizda agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni noxun yordamida falsh nota bo'lib qolsa pardalarimizda shu notalarni surish orqali ularni tozalashimiz mumkin. Demak, bir necha xil sozlanishlar mavjud bo'lib, hozir biz birinchi ko'rinishdagi sozlanishni aytib o'tdik. Ikkinchi ko'rinishda sozlanishlar ham mavjud. Ya'ni kuy yo'nalishiga qarab, kuyning rivojlanishiga qarab, misol uchun birinchi simimiz o'sha sol bo'ladi. Ikkinchi simimiz la bo'lishi mumkin. Uchinchi simimiz re holatda qoladi va to'rtinchi simimiz ham la tovushiga ko'chishi mumkin. Ya'ni bu harakat demak la tonalnisidagi yoki re tonalnisidagi kuylar uchun shu ko'rinishda sozlanish mavjud. Qolgan sozlanishlarni ham aytib o'tishimiz mumkin, lekin biz hozir asosiy sozlanishlar haqida to'xtalib o'tdik. Demak, sozlanishlar haqida gaplashib o'tganimiz vaqtida ushbu sozlanish jarayonini siz bilan biz kuzatishimiz mumkin. Hozir paytda demak bu tambur sozi demak sol notasiga sozlangan yoki yarim ton tushirib ham sozlangan bo'ladi. Chunki tamburni ovozi mayinroq eshitilishi uchun o'z sozidan yarim ton past sozlash mumkin. Bunga ruxsat bor. Chunki o'sha ovozi mayin chiqishligi uchun ruxsat berilgan. Demak, sol deb oladigan bo'lsak, birinchi simimizni ana misol uchun demak mana sol simimiz sol simimiz soz bo'ldi. 52-chi simimizni shu sol simiga sinxron ko'rinishda demak shu simimizni birinchi simimizga bir xil ko'rinishda sozlab qo'yamiz. Ya'ni ikkita simimiz sol tovushida bo'lganligi uchun bir-biriga bir xil qilib sozlaymiz. Demak, ikkita simlarimiz soz bo'ldi. Uchinchi simimiz re tovushi. Re tovushini demak biz pardamizdan olib sozlasak bo'ladi. Ya'ni unga fortepiano yoki tuner shart emas. Demak, mana re pardasidan re tovushini olishimiz mumkin. Misol uchun mana demak pardamizda ham ozgina sozmaslik ko'rinishi mavjud ekan. Buni ozgina surishimiz mumkin. Bunga ruxsat bor. Chunki tambur sozlanishida o'sha pardalarga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Tambur sozlangan holatda ham pardalari nosoz bo'lsa, ularni ham to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Va unga demak bevosita o'sha tuner hozirgi zamonaviy texnologiyalarimizdan tunerlar kerak bo'ladi va birmuncha cholg'uvchiga osonlik, imkoniyat yaratadi. Demak, pardamiz sal pastroq ekan, buni surdik. Demak, re pardasini surgandan keyin boshqa pardalarda ham surilishga moyillik seziladi. Bularni avtomat tarzda surib chiqishimiz mumkin. Demak, ikkita simimiz soz bo'ldi va re tovushini oldik va shu tovushni re simiga beramiz, 3-chi simga.
simimiz ham soz bo'ldi. Demak, 3 ta simimiz soz bo'ldi. 2 ta sol va bitta re tovushlarimiz va oxirgi simimiz u ham sol tovushi. Demak, bu ham soz emas, buni sozlaymiz. Demak, tambur cholg'usi hozir yaxshi ko'rinishga keldi va ya'ni simlari hammasi soz holatga keldi. Ya'ni sol, sol, re, sol simlarimiz hammasi yaxshi tovush bermoqda. Re simim sal baland. Uni ya'ni ozgina baland bo'lib qolgan holatda tambur simlarini, sozlari ozgina unaqa katta farq bilan bo'lmagan holatda, kichik farq bilan baland bo'lib qolgan holatda uni ozgina bosib yuborsak, o'z holatiga keladi. Ya'ni quloqlarini burab o'tirishimiz juda shart emas. Quloqlarni burash faqat juda bir-biridan katta farq qilgandagina tovushlarimiz quloqlar buralashga sabab bo'ladi. Lekin kichik farq tovushlarni bir-biridan farqida kichik farqlar mavjud bo'lganda, demak, simlarni ozgina bosib yuborish orqali tamburni o'sha demak, sozini ozgina tushirishimiz va boshqa simlarga tenglashtirishimiz mumkin. Joylarni olmaysizlar, uni sozlayapman. Demak, sozlangandan keyin tambur sozida asosiy tovushlarni, o'sha tambur sozini soz bo'lganligini asosiy osonlik bilan ko'rsatib beruvchi pardalarimiz mavjud. Bu pardalar re pardasi, sol pardasi, la pardasi va re pardasi, bir oktava tepadagi re pardasi. Demak, ushbu pardalar tambur sozining simlarini, torlarini soz bo'lgan va bo'lmaganligini isbotlab beruvchi pardalar hisoblanadi. Va ushbu pardalarda demak biz akkord ko'rinishida, ya'ni noxunni tepadan pastga yo'naltirganimizda akkord, ya'ni arpeggio ko'rinishidagi akkord hosil bo'ladi va ushbu parda soz va soz emasligini isbotlaydi. Demak, ushbu parda soz, solda ko'rishimiz mumkin yuqoridagi harakatimizni. Sol pardasi ham soz va boshqa simlarimiz ham soz. Demak, lada ko'rishimiz mumkin ushbu harakatni. La pardamiz sal pastroq ekan, uni surdik, mana barmog'im bilan surdim. Demak, la pardamiz ham soz va boshqa simlar ham soz. Va oxirgi harakatimiz re, bir oktava tepadagi re pardasida bo'ladi va ushbu harakatimiz 3-4 marta harakat qilganimizda demak bilib olishimiz mumkin. Mabodo bitta ikkita harakatda bilinmagan holatda. Demak, hamma simlarimiz va yuqoridagi pardalarimiz soz ekan. Lekin boshqa pardalarni ham tekshirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun tambur zarblari, har xil tamburdagi zarblar, shtrix deymizmi, qo'sh zarb, pirrang, har xil o'sha harakatlarimizni bu haqda keyinroq gaplashib o'tamiz, lekin tambur sozlanishida ushbu harakatlarni hosil qilib, tambur pardalarni hamma pardalarini soz va soz emasligini tekshirib o'tishimizga bizga imkoniyat mavjud bo'ladi. Demak, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Demak, aziz teletomoshabin do'stlar, tambur cholg'usini bevosita uni saqlash haqida ozgina gaplashib o'tsak, bu cholg'u o'ta quruq materialdan yasalgan bo'lganligi uchun, demak, ushbu sozni juda quruq joyda saqlash kerak bo'ladi. O'zi aslida hamma instrument yoki o'sha cholg'ularni ham quruq joyda, issiq bo'lmagan o'rta haroratda saqlashimiz kerak bo'ladi. Aynan tambur cholg'usini o'ta ehtiyot qilish kerak va uni quruq joyda, yosh bolalarni qo'li yetmaydigan joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Quruq harorati ham o'rta haroratda bo'lishi kerak. Bu o'sha
sinishga moyilligi kuchli bo'lgan cholg'u bo'lganligi uchun shu ko'rinishda saqlanadi va tambur cholg'usini chalib bo'lgandan keyin xarragi sekin surilib shundoq yotqizib qo'yiladi, chunki xarrak tikka holatda qolinishi kerak emas, chunki bu qopqog'i o'ta quruq material bo'lganligi uchun bunga qattiq jism tekkanda xarrakka mabodo tasodifan tegib ketsa, xarrak qopqog'ini sindirib ichkariga kirib ketishi mumkin va qopqoq demak undan keyin yaroqsiz holatga keladi va uni qayta ta'mirlashga majbur bo'lib qolishi mumkin cholg'uchi. Tambur cholg'usini demak sotib olaman yoki o'sha uni qayerdan topishim kerak, uni izlayapman degan demak ixlosmandlarimizga tambur cholg'usi o'sha musiqiy do'konlarda mavjud. Uni o'sha oddiy ko'rinishi, o'rta ko'rinishi va original, ya'ni o'sha ideal holatdagi o'sha zargarona ishlangan ko'rinishdagi 3 xil 4 xil ko'rinishdagi tamburlar mavjud. Bu o'sha yuqorida aytganimizdek o'quvchilar uchun yasaladigan tamburlar va talabalar uchun yasaladigan tamburlar mavjud va undan keyin juda ovozlari joyiga kelgan, dastalari hamma joylari juda chiroyli yasalgan qimmatbaho ko'rinishdagi tambur cholg'ularimiz mavjud. Har doim o'sha dars jarayonida esdan chiqadigan ma'lumotlarni daftarga yozib borishlaringiz mumkin. Va keyingi darslarimizda tambur haqida ma'lumotlarimizni yana davom ettirishimiz mumkin. Shu bilan ilk darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.